Buni xushxabar yo noxushxabar deyishni siz hal qilasiz. Bugundan boshlab to'ylar 200 kishilik bo'ladi. Qo'limda qaror. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-sentyabrdagi 589-sonli qarorida ko'rsatilgan to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar belgilangan tartibda o'tkazilishi, isrofgarlikni oldini olish borasida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, to'y, ma'raka, oilaviy tadbirlar, marosimlar belgilangan cheklovlar asosida o'tkazilishi, oilaviy tadbirlar 200 nafargacha, osh marosimlari 250 nafargacha, qo'shaloq to'ylar 250 nafargacha, qo'shaloq to'y oshlari 300 nafargacha kishi qatnashishi lozimligi aytib o'tildi. Hurmatli do'stlar, bilmadim bu kimlar uchundir foyda, kimlar uchundir zarar bo'lishi mumkin, lekin shuni hisobga olishingizni so'raymiz. Menimcha bu yog'i to'ylar ko'payadi. Shundoq ekan, sizlarga 450 kishilik mehmon sig'adigan to'yxonada 200 kishi uchun yanada katta komfort yaratib beramiz. Volidam restorani telefon raqamlarini qoldirdim, murojaat qiling. Baxtli bo'ling.